Ho'p, hammaga assalomu alaykum. Endi sizlar bilan zvukka ishlaymiz, ya'ni ovozga. Ho'p, o'zimiz proyektni ochib olamiz. Tilzodani. Mhm. Zvuk, ya'ni bizda bu pastdagi joy bilinib turibdi ritmlari bilan tepa-past bo'lib turganda. Ho'p, nima qilamiz? Masalan, deylik bizga Agar talaba bo'lsangiz, ushbu taklifimiz aynan siz uchun. hozir shu joyni ovozi kerak emas. Uni nima qilamiz? Bu joyni kesib olamiz. Xohlasanglar buni ustiga bosasizlar yokida olib borsanglar mana pastida kichkina yozuv chiqib qoladi. Ya'ni garaj klavishiga garaj klavishim S harfi ekan. Seni bossam mana kesdi. Ustiga bosib o'tirishim shart emas. Xullas, bosdik. Xohlasam buni zvukini tushirib qo'ysam bo'ladi. Prosta mana olib borsanglar mana mishka boshqacha bo'lib qoladi. Oddiy emas. Tepa-past. Tepa qilsanglar balandlaydi ovoz. Pastga tushirsanglar yo'q bo'lib ketadi yoki o'zinglar xohlagan darajada tushirib olsanglar bo'ladi. Yokida bizga bu zvukni yana qayerdadir ishlatmoqchimiz. Zvuk o'zini. Nima qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda videoni kopировать qilib turib, bu joydan вставить qilib qo'ysak ham bo'ladi yokida o'shada mishkani o'ng tomonini bosamiz. Bossak, mana bizda shuncha narsa chiqadi. Nima kerak? Извлечить звук. Ya'ni zvukni olish alohida qilib. Bossak mana videoni o'zida zvuk yo'q, lekin pastda turibdi. Xuddi shuni zvuki. Shunchaki uni Ctrl S u joyga olib borib Ctrl V, ya'ni kopировать вставить. Shunaqa qilsak bo'ladi. Yokida восстановить звук bizga pastdagi kerak emas. Zvukka yana nimalar bor? Masalan, burger music, ya'ni background music plus. Taklifimiz aynan siz uchun. Siz hozir Toshkent shahridasiz. Orqa tomonda, ya'ni background fonda muzika bor. Siz uchun. Siz Lekin u hozir baland. Buni mana zvuk ustiga bossak, yana bizda o'ng tomonda oynada narsalar paydo bo'ladi. Изменить голос, скорость, основной, ya'ni xo'p, asosiy narsalar bu громкость, ovozni ko'tarish 20 marta, 20 darajaga yokida вообще tushirib tashlash. Keyin затемнение bilan осветление bu yo'q qo'yib olamiz. Buni bu yoqdan qilsanglar ham bo'ladi, surib ko'rayotgan bo'lsanglar tepada ham, pastda ham bir xil surilyapti. Ya'ni zvukimiz sekin balandlaydi yokida oxirida sekin zvuk pasayib ketadi-yu muzika. Xuddi shu narsa. Затемнение boshlanishiga, осветление tugashiga. Masalan, bu videoni muzikani bu yoqqa qilsak, mana затемнение 7 sekund bersa, shuncha sekundga mana kamayib boradi. Xo'p, endi bizga nima kerak? siz hozir Buni ozroq pasaytiramiz, 11. Toshkent shahridasiz va o'qishingiz tugagunicha yaxshi Endi unaqa xalaqit bermayapti ovozga. Xo'p, muzikani o'ziga bularni ishlatmaymiz. Endi buni o'zini ishlatamiz. Zvukini извлечить qilib oldim. Pastda gapirayotgan odamimiz zvuki, tepadagi muzika. Bizga xo'p, zvukni balandlatish kerakmi ozroq? Balandlatsak bo'ladi. Masalan, 10 qildim. Например, bu hamma 10 qilsin degan emas. Toshkent shahridasiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda qizil tegyapti, ya'ni juda ham baland degani u qizil. Normalizatsiya qilsak bo'ladi biz zvukimizni. Bossak mana hammasi bir xilda bu yerda. Ya'ni hammasi normal bir xil tekislikda, bir xil darajaga to'g'rilab berdi. Xo'p, ovoz yana ham kачественныйroq qilsak bo'ladi, buni ustiga bosib. Bu sal vaqt oladi lekin. Xo'p, shum. Buni bitta eshitdinglar-da. Haq to'lanadigan kasbni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Endi shumini
olib eshitib ko'ramiz buni. yaxshi haq to'lanadigan kasbni o'rganmoqchi Hozir bu yoqda shum yo'q. Qaranglar, shumni bilasizlar o'zi. A, Atrofdan masalan mashinalarning ovozi, u qo'shni xolani ovozi yokida shu bu narsalar ovoz tushib qolishi mumkin. Chetda bilinar bilinmas. U men shum qilsanglar shu zvuklarni, shumlarni olib tashlaydi, ya'ni shovqinlarni. Xo'p, kanal, bizda kanal yo'q. Kanal shart emas. Bu ham shart emas. Xo'p, izmit goals, ya'ni golsni o'zgartirsak bo'ladi. Gapirayotgan odamni masalan robot qilib qo'ysak bo'ladi yokida judayam ingichka qilib yuborsak bo'ladi. Masalan, siz hozir Toshkent shahridasiz va o'qishingiz echo bilan eshitilyapti. Xo'p, masalan, eski. Siz hozir Toshkent shahridasiz va o'qishingiz Xullas, bu yoqda judayam ko'p o'ziga yoqqan to'g'rilab olasiz. Xo'p, golsni вообще o'zgartirish. Bu yoq hammasi shu golsni o'zgartirish. Skorost endi o'z nomi bilan tezlik, masalan 2x o'rganmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. yokida sekinroq. O'qishingiz tugagunicha Xullas, tushundinglar. Zvuklardan hozircha shu. Dальше keyin yana montaj jarayonida ko'rasizlar, yana qo'shimcha narsalar qo'shsam. Hozircha shuni qaytarib turinglar. Hammaga rahmat, e'tibor uchun. Charchamanglar.